Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Nerealniy narxda gilom sotaman desam ko'pchilik ishonmaganda. Hozir dashtdan любой bitta qalin chotki gilomni butun dunyodan arzon narxda qilib beraman. Xohlasalaring, ishonmasalaring videoni oxirigacha ko'ringlar. Zavodda ham bunaqa narxda gilom sotilmaydi. Qani bo'lmasam videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Podpiska bo'lmasdan kuzatgan bo'lsalaring, podpiska qo'yib qo'yinglar. Chunki bunaqa arzon narxlar faqat bizda bo'ladi. 99 bas 100% javob beraman. Bunaqa narxda gilom yo'q. Zavodda ham yo'q bunaqa narxda. Qani bo'lmasam boshladik. Olyapsiz? Katta bo'lmasam mana. Har doim mendan videoda boshida narxini aytib o'tishardi. Bundan buyon sizlar talablaringga, isteklaringga qarab turib, videoda boshida gilomimizni narxini aytib o'taman. Bu gilomimizni 1 kvadrat metrini yaqinroq kelib ko'rsating, gilomning qalinligini ko'rishlaring mumkin. Bu gilomimizni 1 kvadrat metrini atiga 30 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. 1 kvadratda 30 ming so'mdan. Gilomimiz razmeri 3x4. 3x4 razmerini 360 ming so'mga olasizlar desam ishonasizmi? Zavodda 2 barobar 3 barobar arzon narxga. Yaqinroq olib kelib ko'rsatingmi? Любой joydan solishtirib ko'raverasizlar. Bunaqa narx yo'q. Eng yupqa gilomni ham 50 ming, 55 ming sotishyapti. Nakleykalarni ham bitta ko'rib qo'yasizlar. Любой joydan narxni solishtirib ko'raverasizlar. Nimaga bunaqa arzonligini hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Qani bo'lmasam katta. Hurmatli obunachilar, sizlardan o'gina, bizdan buguna. Sizlarga shunaqa arzon narxda gilomlarni qilib berishni xohlasalaring, sizlardan jitta talabimiz bor, ozgina taklifimiz bor. Shuni amalga oshirsalaring, shu narsa bo'ladi. Gilomimizda o'zi asli narxi, o'zlaring ham bilib turibsizlar, qimmat 30 ming so'm emas kvadrat metri. Gilomimizda asli narxi 3 million so'm. Lekini bor. Shu gilomimizni shu narxda xarid qilishlaring mumkin. Buning uchun sizlardan bitta narsa talab qilinadi. Har bitta obunachi uchun gilomimizning narxi 4000 so'mdan tushadi. Har bitta like uchun gilomimizning narxi 1000 so'mdan tushadi. Bu degani bitta obuna, bitta like gilomimizning narxi 5000 so'mga arzonlaydi. Shuna qilib 10 kun ichida obunachilar bilan likelar sonini sanaymiz va gilomimizning narxidan ayirib tashlaymiz. Bu degani hurmatli obunachilar, diqqat bilan eshitinglar. Sizlar birlashsalaring, sizlar videoni ko'proq odamga tarqatsalaring, 10 kun ichida gilomimizni videoda obzor qilingan narxga sotib olishlaring mumkin. Atiga 520 ta like, 520 ta obunachi qiladigan bo'lsak, gilomimizning narxi videoda obzor qilingan narxga tushadi. Agarda 10 kun ichida 600 ta like, 600 ta obunachi keladigan bo'lsa, gilomimizning narxi bepul bo'lib ketadi. Kommentariyada eng yaxshi izoh yozib qoldirgan mijozimizga mana shu gilomimizni prosta tak padarka qilib olamiz. Sizlardan podeshka bizda mana shunaqa arzon narxlarda gilom. Любой joydan narxini surishtirib ko'ringlar. 500 ta 600 ta like uchun gilomni tekinga berib yo'q. Yo'q bo'lsam shunaqa arzon narxda obzor qilayotgan yo'q. Sizlardan o'gina, bizdan buguna. Videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmasa kuzatadigan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki mana shunaqa qiziq va foydali videolarni o'tkazib yuborishlar mumkin. Ciao deydi.